Hammaga assalomu alaykum. Bizda katta yangiligimiz bor. O'zbekistondan turib Koreyadagi mashinalar narxi qancha deb qiziqadiganlar soni juda ham ko'p. Bilasizlar, koreyskiy saytlar bor, lekin ular tushunarsiz. O'sha informatsiyalarni biz bitta saytga o'zbek, rus, ingliz tilida qilib, bitta sayt qilib, hamma informatsiyani to'pladik. Sizlar bemalol hamma mashinalarning narxlarini, yillarini ko'rib olishingiz mumkin. Bu rilsa biz o'sha saytimiz bilan sizlarni tanishtiramiz. Xo'sh, saytimiz bilan tanishamiz. umex.uz. Saytimizda juda ham oson, tushunarli, lekin baribir bir qator tushuntirib o'tamiz. Mashinani brendiga o'tasizlar. Brendi qanaqa mashina qidiryapsizlar? BMW, Hyundai, misol uchun Genesis deb yozamiz. Genesis qaysi modeli? Hamma modellari buni yozib chiqsangiz bo'ladi. GV80 sizga kerak. Xo'p, qidiruvga o'tamiz. To'liq filtrlarda обязательно yili va oyini yozishingiz shart. Nimaga yili va oyini yozishingiz shart? O'zbekistonga faqatgina 1 yilgacha bo'lgan yangi mashinalar yaxshi arzon rastamoshka bilan kirib keladi. 1 yildan ko'p bo'lib ketgan mashinalarning rastamoshkasi qimmat chiqadi, sizlarga u невыгодно. O'shaning uchun benzin va gibrid mashinalarni 1 yilgacha bo'lganini tanlaysizlar. Agar u elektrokar bo'lsa, 3 yilgacha bo'lganini tanlasanglar, sizlar uchun выгодно bo'lib, yaxshi narxlarda kirib keladi. Kelinglar davom etamiz sayt bilan tanishishda. Xo'sh, yilini yozamiz. 2025. 9-oy. 1 oy strafovkasini olishingiz kerak, chunki mashinani olganingizdan keyin 1 oy davomida yetib boradi. Agar 1 oydan oshib ketib qolsa, 1 yildan o'tib ketib, rastamoshkalar qimmat chiqishi mumkin. Shuning uchun 1 oy strafovkasini olasizlar. Natijalarni qaraymiz, bizda mana shuncha natija chiqib keldi. Xo'sh, bizga misol uchun Genesis GV80 2.5 turbo benzin shuni misolida ko'ramiz. Mana narxlarini ham yozib qo'yilgan. Mashinani informatsiyasiga kiramiz. Bu yerda mashinani rasmlari bor, kuzovi, saloni, motori, barcha informatsiyani ko'rib olishingiz mumkin olmoqchi bo'lgan mashinalarni. Undan tashqari bu yerda dollarda narxlarni yozib qo'yganmiz, juda ham qulay bo'lsin deb sizlarga. Mashinani yili necha kilometr yurgani, sal pastroqda kim sotyapti, diler. Mashinaning VIN kodlarigacha bor. Sal undan pastroqga tushsanglar, mashinaning opsiyalarini, qanaqa opsiyalari borligini ko'rib olsanglar bo'ladi. Yana sal pastroqga tushsanglar, mashinaning avariya tarixi, avariya bo'lganmi, bo'lmaganmi, o'shani ham ko'rsatib qo'yilgan. Xo'sh, bu mashina yoqdi sizlarga deylu, endi sizlar bizga chiqasizlar. Shu joyini kopiya qilib turib, Telegramga o'tib, bizga Ctrl+V qilib jo'natib yuborsanglar, biz bu mashinani sizga rastamoshkasini, dastavkasini hisoblab beramiz. Dastavkamizning 2 xil turi bor. 22 kunda boradigani sal qimmatroq, 1 oylarda boradigani sal arzonroq. Agar hamma narxlari sizga to'g'ri keladigan bo'lsa, Toshkentdagi ofisimizga borib mashinangizni baraka qilishingiz mumkin. Agar sizga Koreyadan mashinalar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol tanlang. Biz sizga eng chiroyli narxlarni taklif qilamiz.